tarixga nazar soladigan bo'lsak, o'z zamonasining ilg'or namoyandalari bo'lgan jadidlar murakkab davrda ilm-ma'rifat tarqatish, ta'lim va tarbiya sohasini tubdan isloh etish orqali milliy taraqqiyotga erishish g'oyasi bilan maydonga chiqqan ma'rifat elchilari ekanligini anglab yetamiz. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan jadidlar izidan ko'rik tanlovi ham ana shu ma'rifatparvarlik g'oyalarini yoshlar ongiga singdirish, ularni jadid adiblar merosi bilan tanishtirish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash hamda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga qaratilgan. Farg'ona shahridagi 25-umumta'lim maktabida ko'rik tanlovning Farg'ona viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tadbirda mas'ul tashkilot vakillari ishtirok etib, farg'onalik o'g'il-qizlarning yutuqlarini e'tirof etishdi. Tanlov ishtirokchilariga omad va zafarlar tilandi. Iqtidorli o'quvchilar tomonidan raqs va sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Mazkur tanlovda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi umumta'lim maktablarining tuman va shahar bosqichlaridan o'tgan 6-10 sinf o'quvchilari ishtirok etdilar. Ushbu bosqich bo'lgunga qadar 45 mingdan ziyod o'quvchilarimiz onlayn ro'yxatdan o'tganlar. Ushbu ro'yxatdan o'tib tuman shahar bosqichi bo'lib, tuman shahar bosqichida 2 yosh toifasida g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz bugun viloyat bosqichida ishtirok etmoqda. Ta'kidlash mumkinki, o'tgan yili ushbu tanlovda 25 mingdan ziyod o'quvchilar ariza topshirib ishtirok etgan bo'lsa, bu yilga ushbu ko'rsatkich yuqorilashib 45 mingdan oshib keldi. Ishtirokchilar 3 ta shart, boshqotirma, asar tahlili va insho yo'nalishlari bo'yicha bellashdilar. Tanlovda 38 nafar o'quvchi o'z bilim va iqtidorini namoyon etdi. Ta'kidlash joiz, 2024-yilda o'tkazilgan jadidlar izidan ko'rik tanlovining respublika bosqichi g'oliblari ham farg'onalik iste'dod egalari bo'lgan. Hozirgi o'quvchilarni ko'rib, o'tgan yilga xuddi o'zimni ko'rgandek bo'ldim to'g'risi. Ulardagi qiziqishlar, jadidlarimizni hattoki qo'llarida kitoblarni o'qib turishlari menda qandaydir ajoyib hislarni paydo qildi. Men o'ylaymanki, bu yil ham Farg'ona viloyati nomi respublika bosqichida ham yangraydi. Biz Germaniya davlatiga ta'lim sayohatiga borgan edik. Ta'lim sayohatimiz davomida biz ko'plab narsalarni o'rgandik, bilmaganlarimizni hamda mana shu Germaniya kutubxonalari, elchixona, Navro'z bayramida qatnashish biz uchun katta faxr bo'ldi. Ulkan maqsadlar bilan qaytgan edik va bularning orasida ana shu jadidlar izidan tanlovning keyingi bosqichlarida ham o'quvchilarning yonida ko'maklashamiz degan maqsad bor edi va bu maqsadga hozirgina erishib turibmiz. O'tgan yilgi jadidlar izidan respublika tanlovining respublika bosqichi mutlaq g'olibasiman. Bu yil ham ushbu tanlovning 2-mavsumi Farg'ona viloyati bosqichida mana qatnashib turibmiz. O'quvchilarni ko'rdik, har birini ko'zlarida bir uchqun, har biri g'olib bo'laman deb kelgan, har biri bizni o'tgan buyuk tariximizni o'rganishgan, har bir adabiyotlar ro'yxati bilan tanishishgan. O'ylaymanki, bugun ham eng zo'ri g'olib bo'ladi. Men bugun g'olib bo'lgan o'quvchilarni biz kabi Germaniya davlatida bo'lishligini, ta'lim sayohatiga borib faxrni his qilishliklarini tilab qolaman. Yakuniy natijalarga ko'ra 2 nafar ishtirokchi Farg'ona viloyati sharafini himoya qilib, tanlovning respublika bosqichida qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Mana bugun ustozlarimizning sa'y-harakati va o'zimning mehnatim bilan g'olib bo'ldim. Endilikda mendan faqat o'zimning tumanim, balki butun Farg'ona viloyatini shon-sharafini respublikada himoya qilib, Germaniyaga sayohat yutib olmoqchiman. Men tuman bosqichi, viloyat bosqichida birinchi o'rinda oldim. O'zim bilan baravar bilimga ega bo'lgan raqiblarni barchasini yengib o'tib, Farg'ona tumanidan kelgan o'quvchi edim. Farg'ona viloyatida birinchilikni olib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Endilikda men oldimda juda ham katta, ulkan sharafli va mas'uliyatli vazifa turibdi. Chunki men respublika bosqichida boshqa viloyatlar oldida bizni Farg'onamizni, nafaqat tumanimiz, balki viloyatimizni ham sharafini himoya qilib, Germaniyaga ta'lim sayohatini yutib olishim kerak. Qayd etish kerak, jadidlar izidan tanlovi yosh avlodni vatanga sadoqat, ilmga intilish va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutmoqda. Ushbu ko'rik tanlov nafaqat yosh iste'dodlarni kashf etish, balki ularni jadid bobolarimizning ezgu yo'lidan borishga undaydigan, ularning qalbida ma'naviy uyg'onish tuyg'usini shakllantiradigan sahnaga aylanmoqda.